Milliy TV telekanalida 16 yanvar 2026 soat 20 da namoyish etiladigan Dushman kelin serialining qismi tomoshabinni keskin burilishlar bilan kutib oladi. Ushbu epizodda voqealar shunchaki davom etmaydi, balki oldingi qarorlar va yashirin niyatlar o'z ta'sirini ochiq namoyon qila boshlaydi. Serialning asosiy kuchi uning ruhiy chuqurligida. Dushman kelin oilaviy ziddiyatlarni yuzaki janjallar orqali emas, balki ichki bosim, sukut va aytilmagan gaplar orqali ko'rsatadi. Shu sababli har bir sahna ishonarli va hayotga yaqin ko'rinadi. Qahramonlar ideal emas, ular xato qiladi, ikkilanishadi va aynan shu jihat serialni qiziqarli qiladi. Qismda bosh qahramon obrazi yanada murakkablashadi. U endi voqealarga befarq qaray olmaydi, har bir qadamini oylab bosishga majbur. Uning xarakteridagi o'zgarishlar keskin emas, balki asta-sekin, mantiqan rivojlanadi. Bu esa tomoshabinga uning holatini his qilish imkonini beradi. Dushman kelin 10-qism orqali o'z darajasini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu serial tomoshabinni o'ylashga majbur qiladi va har yangi qismni intiqlik bilan kutishga undaydi.